Assalomu alaykum kuhitang bolalari. Sog' salomatmisiz? Charchamasdan yuribsizmi? O'qishlaringiz yaxshimi? Bog'chalar hammasi joyidami? Mana bugun kuhitang bolalar bilan biz kichik kompot tayyorlaymiz. Mana bahorda kompot ichishingiz kerakligini bilasizmi bolajonlar? Buni hatto ota-onalaringizga ham ichiring, momo bobolaringizga ham ichiring. Mana biz o'rikni yaxshi yuvib, keyin kompot tayyorlamoqchimiz. Hozir choynakka solamiz. Yuvish oson bo'lishi uchun sal choynakni o'ziga solamiz. Saralangan har xil changlardan farq qilishimiz uchun 4-5 marta chayamiz o'rigimizni. Hatto qaynoq suvda chayamiz. Keyin qaynoq suv quyib qo'yamiz. Chayish davomida ancha yumshaydi va kirlari ketadi. Undagi changlar ketishi kerak. Azizlarim, mana tabiiy narsa bilan ovqatlaningizlar bolajonlar. Mana ertalab nima yeyapsiz? Tuxumni qovurmasdan shunchaki qaynatib yeng, tuz sepib. Ozgina asal yeng, novvot solib iching. Mana do'lana choy iching. Sizni harakatlaringizni mustahkam qiladi. Ko'k choy ichmang, ko'proq qaynoq suv iching, tomog'ingiz og'rimaydi. Tabiiy narsalarga o'rganing bolajonlar. Mana o'zingiz ko'ryapsiz, ximikatli har xil mahsulotlardan ichida qanday mavjudotlar bo'lyapti. Ularni aytsam, hozir apetitingiz qaytib ketadi. Shuning uchun bolajonlar, iloji boricha tabiiy narsa bilan ovqatlaning. Ota-onangizga yordam bering tovuq qilishda. Tovuq eng oson mehnat, bilasizmi? Undan nimalar? Tuxum, svejiy go'sht, har xil go'shtdan ko'ra bitta xo'rozingiz so'ying, ana sizga 1-2 marta ovqatga asqotadi. Salgina mehnatingizni ayamang ota-onangizdan bolajonlar. Ularga ham qiyin. Ular mehnat jabhasida kun bo'yi boshlari og'riydi, charchaydi, nervisiz qiladi, sizni o'ylaydi, uyda nima qildi, nima qo'yapti, yomonlik qilmayaptimi deb o'ylaydi. Shuning uchun sizlar ularning ishonchiga kiringizlar bolajonlar. Mana shu ishlarni bolalar qiladi. Kattalar ishi emas bu. Bolalar hamma ishlarga qodir. Chunki bola boshidan deganlari shu. Ko'chada yursangiz ham shu kuningiz o'tadi. Uyda mana shunday ishlarni qilib o'zingiz tanovul qilsangiz ham kuningiz o'tadi. Qarabsiz, dars vaqtingiz, dars qilasiz, dam olasiz, televizor ko'rasiz. Ko'chadan foyda yo'q bolajonlarim mening, azizlarim. Mana hozir kompot necha marta yuvildi Guldi qizim? 5 marta. 5 marta yuvildi. Qarang qanday chang chiqadi kompotdan mana. Mana shu changlar chiqadi, ko'rdingizmi? Yana bir marta yuving, 6-martasini ham yuving. Qaynoq suvingiz qolmaguncha yuving. Bu foydadan xoli emas. Chunki bolajonlar, biz buni qaynatmaymiz. Azizlarim, kattalar, kompotni qaynatsangiz, undagi anchagina vitaminlar yo'q bo'lib ketadi. Agar damlasangiz, o'zida qoladi. Ichkingiz kelmasa, yalpiz tashlashingiz mumkin. Yalpizlaringiz bo'lsa, yalpizni ham bitta yashikchagami, bir sotilgami, chelak deysizlarmi? Shunga ekib qo'ysangiz, har kun suv qo'ysangiz, o'sha yashnab o'tadi, bilasizmi? Sizga qanday yaxshi. O'shandan hamma narsaga ishlatsangiz bo'ladi. Har xil ichimliklar yalpizli bo'lib hozir chiqyapti, o'rgatilyapti sizlarga. Guli qizim, qanday narsa yalpiz solinadi, qanday ichimlikka? Mojitomi? Mojito. Mana bu do'lana bor-ku, mana do'lana, qora do'lana, qizil do'lana deymiz. Mana shunga ham yalpiz tashlangan. Buni ichsangiz mazza qilasiz. Bolajonlar, siz tabiatni seving va tabiatdan unumli foydalaning. Tabiat siz uchun muntazir. Tabiatni o'z holiga tashlab qo'ymang. Mana shu o'riklarni bolajonlar o'zlari tergan, o'zlari quritgan, kattalar hech narsaga aralashmagan. Mana kompotimizni o'rigi 5 marta, 6 marta hattoki chayildi qaynoq suvda. Endi qaynoq suv quyilib, damlab qo'yiladi. Qaynoq suv tayyor turibdi. Hech qanday qiyin joyi yo'q bolajonlarim mening. Mening mehribonlarim, kompot qilsangiz hamma ichadi. Kattaroq idishga qilsangiz undan da ko'p ketadi. Ehtiyot bo'lib ishlaymiz. Tagiga tarelka qo'yib qo'yish kerak edi iloji boricha. Ustiga piyola qo'yib damlab qo'yasiz.
1-2 soatdan keyin o'ynab kelsangiz kompotingiz tayyor turgan bo'ladi, mazza qilib ichasiz, dam olasiz. Siz buni foydasini biling bolajonlarim. Siz qachongacha endi sovuq suv ichasiz, chanqab kelib krandan muzday suv ichasiz. Shu yaxshimi endi? Mana shular qilinglar. Hamma yoqimli ishtaha bilan kompot ichsin.